Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda bugün Mutevekkil alallah münasebetlik en ahırkı dersi toxtalımız. Ondaqda Mutevekkil alallah'nın zamanında ölüp ketken meşhur kişiler hakkında toxtalımız. Bu devirde ölüp ketken en büyüklerden Ebu Sevr degen kişi. Ebu Sevr'ül Bagdadi ismi bilen meşhur. Özü şu Şafii mezhebindeki en büyük asasçılardan sanıldı. Çünkü bu adam İmam Şafii rahmetullahi aleyhinin şagirdi. Öz Bağdat'ın şu devirdeki en allame fakirlerden buludu. İmam Şafii'ninki kona mezhebi ve yeni mezhebi deydiğen iki xil mezhep karşı var. Muş kona mezhep iqmininki birden bir rivayetçisi muş adam. Çünkü bu adam İmam Şafii rahmetullahi aleyh Bağdat kelgen vaxtida İmam Şafii ile hem dost bulup özün kona qaraşlarını rad qilib, terk etip İmam Şafii'nin mezhebini qabul qilgan. Bu kishi ergashgan. İslam tarixidagi en büyük bu fiqh meselelerde sözü itibarıga ega kishilarning biri. Bu kishi Hijriye 846-yili, miladiye 860-yili ölüp ketganligi xotirlangan. Ebu Sevr'ül Bagdadi, Ebu Sevr'ül Kelbi namı ile meşhur. Lakin kunyası bu. Asıl ismi İbrahim ibn Halid Eş-Şafi'ül Kelbi deyimiz. Çünkü Araplarning Bani Kelb kabilesinden buludu bu adam. İbn Hibban degan muhaddis süpetlep bu kişini dünyadaki fıkhi, ilmi, takvalik, fazilet, diyanet, yaxşılık cihetki bütün dünya imamlarının birisidir. Nurgun kitaplarını yazgan, nurgun sünnetlerge qarta fatva yekillerini çıkargan adam dedi. Dinni qoğduğan, dinine muhalefetçi kişilerge reddiye bergen büyük de baha bergen. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh Ebu Sevr hakkında bana fakat yaxşı haberlerle yetip kilovatıdı dep şunaq degen. Hatta bazı vaxtlarda fatva meselelerden bir kısım kişiler fatva sorap gelse İmam Ahmed'in huzuruna Ebu Sevr'den sora dep bitirip qo'yatdi. Çünkü Ebu Sevr'nin bu ilmi kıymetini yaxşı tushungan bu ulamalar. Yani bir büyük bu İslam tarixidagi en mühim şahıs İmam Ahmed ibn Hanbel Eş-Şeybani Zuhali. Bu kishi Hijriye 841-yili, miladiye 855-yil ölüp ketgan. Ebu Abdullah kunyası bilen meşhur. Özü muhaddis, hem fakih, Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkısının imamı namı bilen meşhur. Töt mezhep fıkhisideki en tötüncü şahsisi alındı. İslam tarixida özün aqidesindeki saplıqı, imanının güçlülüğü, mezhep fıkhi köz qarashlarının ilmilik ile meşhur. Özün öz bitilişi nayet kambag'allik, nayet yetimcilikte çoğun boğan. İslam dünyasının aynı vaxtidagi siyasi ve ilmi paytaxtı boğan Irak'ın Bağdat'ta yaşap şu yerda ilim öğrengen bu kişi. Hadis ilmi öğreniş için Bağdat'tan ta Irak, Hicaz, Tihame, Yemen qatarlıq joylarda şu O'rta Sharqlarda köp ilmi hizmetler bilen, hadis anlaş bilen meşgul boğan. Keyingi mezgillerde şu Bağdat'ta yaşap, Bağdat'ta fatva işleri, hadis işleri bilen şug'ullangan. İslam dünyasının nurgun şehirlerden, hatta bugünkü İspanya, Portugaliya tarafından kelip, muş adamdan maxsus hadis öğrengen ulamalar şu devirde. Bu kişinin en büyük işleri Kur'an mahluk mu, mahluk emas mı degan meselede asas cihetten köp ulamalar özün cinidan ensirab, cinidan qo'rqab, zulmdan qo'rqab, Kur'an mahluk deb, ko'ngilda mahluk emas deb, şu mehnatdan, şu sınaqdan ötüp ketken bolsunmu İmam Ahmed qattiq unutmagan. Ta 3 halifenin davrini beshida o'tkazgan bolsunmu, şu haliflarning urushlari, qamchilariga chidab, oxirgi chiqqichilik bu adam Kur'an mahluk emas degan fikrda ching turib, oxirgi Mutevekkil alallah'ning zamonasida erkinlik erishgan büyük imam. Şuna bunu
Ehli sünnet vel cemaatning imomi deb sifatlaymiz. Bir mezgil bu adamga fatvo bag'il ruxsat qilmagan, turmiga so'ligan, dars o'tishini cheklagan, hatto uyisida qamab qo'ygan, boshqalar bilan ko'rishishni cheklagan hatto mushayatda. Mushunchalar azob oqibatlarni beshidan o'tkazib, oxiri sharafli holatda dunyodan ayrilgan buyuklarning biri. Men 13-14 yoshimda bo'lsa kerak, Imom Ahmadningki bir tarixiy deyi taqilgan Qashqarda. Ustozimizning o'lishini ko'rgan. Ustozimiz davomli Imom Ahmadning hayotini ko'rsa, yig'lab ketib, ta'sirlanib ketadi. Asosan ko'p mavqalari Imom Ahmadga taqlid qilgan, Imom Ahmadga ergashgandek tuyg'u beradi. Shu vaqtdagi tarixlar esimda qolgandek. İmam Ahmed'in asli kelib chiqishi Arablardan. Kin cho'ng dadisi Hanbal degan odam mana Xorasonga o'tkelgan. Xorasonga o'tkelib, Sarxas shaharlarda yashagan. Imom Ahmed shu ahilda shu yerda yashab Xorason tarafda. Keyin dadisi o'lib ketgandan so'ng Bag'dodga qaytib kelgan. Shunga bu Imom Ahmed Farschani nihoyatda yaxshi biladi. Chunki keyingi mezgilda Xorasondan bir o'zining nevr tuqqanlar kelgan vaqtida Farscha paranglashganligi qayd qilingan. İmam Ahmed de hayatida ilim bilan meşgul bulup 40 yaşchiga vaqt to'y qilgan bu odam. Shunga bolalari o'zi o'lib ketgan vaqtida bir bolasi 2 oylik, 2 yillik, 2 yosh, bir bolasi 50 necha kunlik bo'lib dunyodan ayrilgan. O'lib ketgan vaqtida qirg'an vaqtida bola tepib nima qiladim deb bolasini ham kichik hali. Afsuslangan vaqtida do'stlari degan, unda dema, balalarning sana duo qilib turdi deb shunaq degan ekan. Bu odamlar taskin topgan qalbi. Hamda Imom Ahmadning hayotini ko'p bu to'g'riliq tom kitoblar bor. Biz shunchalik to'xtalaylik. Yana bir buyuk alloma İbrahim ibn Munzir al-Hizami degan kishi. O'zi madinlik muhaddis ayni vaqtdagi 236 yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyayna qatorliq ulamolardan hadis o'rgangan ayni vaqtida. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan. Hatto bir qism bundaq bir voqea yuz beribdi. Imom Ahmad ibn huzuriga qashqa kelib ish kun chekkan vaqtida ruxsat bermagan ekan. O'tirib, hatto chiqibdi-da, eshikning oldida o'tirib. Chiqqanda salom qilsa, Imom Ahmad salom qilmagan debdi. Sababi nima degan vaqtida Imom Ahmadning huzuriga kelishdan burun Ahmad ibn Abi Duvatning qashqa borgan ekan bu kishi. Ahmad ibn Abi Duvat shu davrdagi Mu'tazilaning firqasi, Abbasiylarning eng buyuk davlat arbobi bo'ladi. Ham katta olim, ham xalifalar shuningki ra'y bo'yicha mangdigan odamda. Bu Mu'tazilalar hamda birga yurgachkimi, ya shunaqa salom muborakmi, Imom Ahmad salom qilg'il unmagan, ko'rishgil unmagan debdi. Chunki hamda Madinadan atayin shu Ahmad ibn Abi Duvatning qishig'i kelgan bu, shuni o'ylab, unda mening qishimga kelgan deb. Chunki hamda Ahmad ibn Abi Duvat Mu'tazila firqasiga odam bo'lg'achqa Imom Ahmad ko'p mehnat qilgan, mushayatdan bo'lishi mumkin, ammo undan boshqa ulamolar bu odamning hadis ilmida ishonchlik, rostchil ekanligini tasdiqlagan. Faqat Imom Ahmadlar hamda toza yaxshi gapini qilmagan deyilibdi. Yani bir büyük bar İshaq ibn Rahaviy Şafii el-Marvazi namıyla. Özü Türkmenistan'ın Mervedin Şafii mezhep firqasida. Hicriye 238, miladiye 853 yıl ölüp ketken. Meşrik tamanının imamı, hafızlarının seyyidi, Müslümanların büyük imamı, dini alim, hadis, fıkhi, takvalık, rastçılık, hafızlık cuğlangan, köp kadir, hem mahir ulema İshaq ibn Rahavi'dir. Bu kişi nəhayət köp ustazlarınki ustaz oldu da. Bu adamdaki dadısının ismi demiş ki Rahavi deydi o dese. Çünkü dadısı Türkmenistan'da Necik gelgen vaxtıda onысы yolda toğulup qalğan ki. Aynı vaxtıdaki Türkmen tilida, yani Paris dili buluş mümkün.
Rahavi depken. Yani yolda tugulup kalgan dep. Şunun için bununla rahavi dep muştaq degenke. Hem de dadam buna atılışını yaxşı görmeydi. Ama men yaqtıraverme degechke bunu şu rahavi namıyla meşhur bolgan. Özü şu azırkı İran'dan Nişapurlarda yaşagan, Irak, Hicaz, Yemen, Şamlağı bağan, Khurasan'ı bağan. Ahırda şu Nişapur'da ölüp ketken. Bu kişininki Ustaz Abdullah ibn Mübarek. Abdullah ibn Mübarek ne ustaz tutkan bu adam. Mesela Fuzayl ibn İyaz deymiz, Sübyan ibn Uyeyne deymiz, Abdullah ibn Vahb deymiz, Katarlık büyük aynı vakti Abdurrazak Sanani deymiz. Nurgun küp Veki ibn Cerrah deymiz. En meşhur şu hadis alimleri bu adamınki ustaz buludu. Şagirtleri kim olacak? Şagirtleri keyingi devirde acayip serhil. Mesela Adırkız gibi İmam Ahmed ibn Hanbel bu kişinin şagirti oldu. Yahya ibn Ma'in en büyük şagirtlerden ha. Bu da tanıtışları özün. Hem şagirti hem tanıtış kurdaşları buludu. İmam Bukhari, İmam Muslim, Ebu Davud, İmamın Nesai, Muhammed ibn İsa, Et-Tirmizi Katarlık. O yamancık kötü ulemalar bu kişininki hadisini anlagan. Demek asas kılmışı köp hazırkı devirde meşhur bolgan kitapları bilen hadis alimlerinin ustaz buludu. İmam Ahmed şunda süpetligen Khurasan'a bağan ötken Khurasan'da ötken ulemalardan İshaq ibn Rahveydek bir adam yok dedi. Hem de onunla bizim bazı fikirlerimiz okşumaydı. Bazı fikirde biz okşumaslıkımız mevcut. O halkının hemmisi çokum bir fikirde bireyek kilenmeydi. Bazı okşumaydıgan fikirler buludu. Lekin şunda bolsumu onundaki bir kat ulema Khurasan'da yok diye. Karanlıma bahane ulemalar birbirinden bazı fikirlerde çıkışan bolsumu birlik kilenmişmi ama bular samimiyet bilen aşağıda bahslet ne inik diyaletti. Baha biraletti aşağıda. Samimi halette buna etti kat ahlak buna yürekte iman ketido bu cihet iman. Özünün gülen ma'lum fikirde karşı edemni şu onun da ba artıqçılıqını sübetlemek ona iman ketigan cüret ketigan bir avval. Hatta bir kısım ulemalar Khurasan'da İshaq ibn Rahaweyni qanda birisi eyipleydiken bunun dini de çatak desen buludu degen. Yani demek Meşrik ve Maghrib ehlinin mutlak dini imamı. Dep şunaq degen. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh İmam Sahih Bukhari'nin nemişqa yazgan dese Ustaz İshaq ibn Rahaweyni'nin sorunda oturup İshaq bir Resulullah'ın hadisini bir sahih bir hadis kitaptan bir yığıp toplap çıkan bolsaňlar dep okuçular digen. Bu gep İmam Bukhari'nin yürkek täsir kılıp şona Sahih Bukhari'ni yazışqa bu adam bel baglagan. Demek kiçikkina bir fikir ben bugün günde İmam Bukhari'ninki bir çaqnışığı sebep bolgan. Yani bir büyük İshaq Nadim diyen kişi ismi Ebu Muhammed ibn İbrahim el-Mevseli diyen buludu. Bu mu aynı vaxtdaki büyük hafız Allamilerden türlük ilimler bilen meşgul bolgan. Özüm şu tarixçi. Ama ki yeni bir terpi bu adamniki dağınık muzikan hem şair buludu. Özü faqih, lug'atshunos, tarix ilmini yaxshi biladi, ama müzik ilmi bilan da shug'ullangan. Hem hadisshunos şu devirde derecesi nayet yuqori o'rdilarda. Bu adam 150 netçi yılı tug'ilib, şu devirde ölüp ketgan. Hatta İmam Malik'ten, Sübyan ibn Uyeyne'den, Katarlık hadis alimlerden hadis öğrengen bu kişi. Aynı vaqtida. Hem de keyinki muhaddisler bu adamdan hadisini köp rivayet qilmagan sebebi nima o degan vaqtida bu adam o'zi ishine ait köp devlette hizmet tutqachqa acı hadis so'zlashga vaqt yetmagan. Ama o'zi ishonchlik alim. Ulamalar ishonchlik degan. Bir qism ulamalar baho bergan vaqtida nihoyatda xushchaqchaq, o'zi sehi, she'rni yaxshi yozadigan, uning ustiga yiqimliq gaplar tatliq odam edi, suhbatga yaraydigan degan. Bu adam ilim öğrengen vaqtida mesela bir günde neçe ustazdan kaşığı vardı ekende. Birden muhaddisden kaşığı öğrenip mesela hadis öğrendi eken. Lug'atshunosdan kaşığı öğrenip işte mesela lug'at öğrendi eken. Yani bir alimden kaşığı öğrenip şiir öğrendi eken. Yani bir alimden kaşığı öğrenip Kur'an tanıştırdı eken. Kıraat ilmini. Bir günde neçe yerge bardı eken.
Ondan da şu Naqshini qishiga urib, Naqshi o'gindi ekan. Ammo lekin o'zi Naqshi bo'lgan bilan bu odamni Naqshi deb atalishni yaxshi ko'rmaydi ekanda. Hatto men beshimga ay to'qmoq bilan bolqo'lab o'g'inni yaxshi ko'rmayman Naqshi deb to'lganda deb shundoq degan. Ma'mun, Xalifa Ma'mun hamda Isoq o'zini ayt nag'm navo bilan, naqsh musiqa bilan mashhur bo'lmagan bo'lsa, uni qozi qilatdim deb shundoq degan ekan. Yana bir buyuk shu davrdagi dongli qori Ravh ibn Abdul Mu'min degan kishi. O'zi Basrda yashagan grammatikunshunos. O'zi shu 10 xil qiroat ichida xili danqva qorilarniki biri sanaladi bu odam. O'zini ishonchlik İmam Buxoriy rahmetullah alayh bu kishini hadis rivoyat qilgan ayni vaqtida. Nurg'un xaloyiqlar Qur'onni bu odamga tanishotgan tajvid ilmida. Shu davrdagi dongli qorilarniki bo'ladimda. 10 xil qiroatning ichidagi 8-qiroatning ustozi bo'lgan Yaqub ibn Hazramiyning shogirdi bo'ladi. Hatto mush qiroatni rivoyat qiluvchi, taqat qiluvchi bo'ladi keyingi mezgillarda. Hozir qadar mushu Ravhining qiroati mashhur. Musulmonlar orasida hozirgi mush qiroatni o'qiydi. Yana bir buyuk alloma Abu Haysama nomi bilan kunyasi bilan mashhur, ismi Zuhayr ibn Harb ibn Shaddod degan kishi. Bu ayni davrdagi dongli muhaddislardan sanaladi bu odam bu. Bu kishi aslida Xurosonning Niso degan shaharda. Niso hozir O'zbekiston bilan Turkmaniston oralig'ida deyman. Turkmanistonda mo'shtaroq mo'ymi. Shu yerda yashaganimda tug'ilishi, o'sib yetilishi shu yerda. İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abu Davud, Ibn Majah qatorliq hadis olimlarining ustozi bo'ladi bu odam. Ustoz bo'ladi buyuklarniki. Ulamolar bu kishi bahovaga vaqtida masalan rostchil degandek baholar, mazmut degandek baholarni yo'q bo'lgan. Ishonchlik, mazmut degan baholar, bak ishonchlik degandek baholar erishgan. Demak, hadis ilmidagi xili mashhur buyuklardan sanaladi bu odam. 234-yil o'lib ketganligi xotirlangan. İmam Buxoriy rahmetullah alayh o'zining Tarixul Kabir nomli kitobida mush kishiningki tarixini mushta xotirlab chiqargan. Yana bir buyuk mashhur Suhnun yoki Sahnun ismi bilan mashhur. Abu Said Abdussalom Sahnun deymiz bu kishini. O'zi Maliki mazhabining buyuk faqihlaridan. O'zi Qayrovonda tug'ilgan. Qayrovon hozir Tunisda. Qayrovonda o'qigan shu vaqtdagi ulamolarda. Keyin mashriq taraf, mashriq desa hozirgi shu O'rta Sharqni ko'rsatadi. Bag'dod, masalan, Iroq, Makka, Madina degandek. Misr, Shomlarga berib, shu yerda Sharqning ulamolarida o'qib, keyin Mag'rib tarafga qaytgan. Qayrovonga hozirgi Tunisning Qayrovonga qaytib, shu yerda Maliki mazhabni shu yerda eng ko'p taqatgan odam. Ayni vaqtdagi Andalus, İspaniya bugungi shu yerda Maliki mazhabniki ko'p tarqilishiga ulsaga odam bu. Şu Afrika, şu Mag'rib tarafning qoziligini qilgan. Hijriya 240, milodiya 848-yili Qayrovonda o'lib ketgan. Shu yerda Jamiyatuz Zaytun deydigan bir Azarga o'xshaydigan kona bir universitet va jami bor. Ama shu sahobalar davrida selingan-da bu Qayrovon. Mesela bu adamdaki El-Mudawwanatul Kubra deydigan bir cho'ng hajmlik bir kitobi bor. Bu İmam Malik rahmetullah aleyhinin mezhebini asas kılıp fiqh meselelerini toplagan kitap bu. Sahnun muş kitabını yığıp toplap ahırda asli mesela başka bir ulemanın Maliki mezhebki bir kişiniki sual cevaplık bir kitabı bu. Muş kitabını qaytadan bu adam redlep, yezip, qaytadan toplap bunu keng umumlaştırgan. Undaqda bu kishimi Maliki mazhabninki eng cho'ng buyuk go'harlardan deyishga bo'ldi. Yana bir buyuk Sulaymon ibn Shazakuni degan kishi. Bu kishimi hamda hadis ilmi bilan shug'ullangan zot bo'lsa kerak. Ulamolar bu kishining aytdi yolg'on hadis o'qiydigan, yolg'onchi, Allohning dushmani degandek sifatlarni beribdi. Ammo bu kishi shu Bag'dodga kelgan vaqtida Bag'dodda aytdi ko'p hadislarni bildiganligi, o'z hafizlar so'rinda o'ltirib, shular bilan birga dars muzokara qilganligi, ondan Asbahonga berib Asbahonda o'zining hadislarini tarqatganligi xotirlangan.
Ama bir kısım ulamalar bu kişinin hadisi qabul qilınmaydi, kazzab degan nisbatlarni bergan. Bu biz ama adetdeki tildeki yalgancı kazzap emas, bizinki umum istilahdaki. Bu hadis ilmideki kazzap deganlik bu adamni zat mutlaq nachar, yomon deganlik bo'lmaydi. Hatta bazı vaqtlarda İmam Ahmed bin Hanbal başka şagirdlariga deb "Mana biz Sulaymon Naqashiga birib biz mush ilmi rijal, mush hadis olimlarining tarixlarini o'rganib kelaylik" deb başta degan yerlari bor. Endi bu adamniki hayotida bir bosqich, necha xil bosqichda bo'lgan ekanda o'zgarish. Demek, mesela yürüyüş turishidagi o'zgarish deymiz, taqvolik jihatdagi o'zgarish deymiz. Şuna asasen o'zgarmagan vaqtdagi holati bilan o'zgargan holatiga qarab baholar xilma-xil bo'lishi kerak. Hamda chunki iymon bir xil turmaydi hamda. Davomli bir xil shaklda, bir iqimda mangmaydi iymon. Bu kishining 234-yili o'lib ketganligi xotirlanibdi. Özüne ait köp hadislerini bilgen takdirdimi, cik hadisleri ulamalarniki rad qilishiga uchragan bo'lib, İmam Buxoriy eng zayıf degan baholarni bergan bu kishiga. Yana bir büyük allama şu davrdagi Abu Mas'ud al-Askari degan kishi, ismi Abdullah ibn Muhammad ibn Abdan degan kishi bo'ladi. Yo'q, bu boshqa Abu Mas'udgina, ismi Sahl ibn Osman degan kishi. Ayni vaqtdagi nayat mujavvid, tajvidlik, hafiz muhaddislardan Mezmut degan baholar berilgan bu kishiga. İmam Muslimninki ustozi bo'ladi bu kishi undaqda. İmam Muslim degan İmam Buxoriyninki qurdoshlaridan hamda buyuklardan ayni vaqtida. Mesela tanqishlardan Ali ibn Madini degan muhaddis, bu kishi hadis rivoyat qilgan. Asbahan, Ray, hozirgi Tehron, Ironniki. Shu yerlik borgan, keyin Iroqqa qaytib kelgan bu odam. O'zini aytdi bek ajoyibat, g'aroyibatlarni biladigan, maqol tamsillik, ko'p mazmunlarni biladigan büyük ulamalar rastgel degan baholarga erishgan. 235-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam nima ulamalar islomning ustozlari, islomning imomlari degan baholarni bergan. Ya'ni shu davrda o'lib ketgan büyük shu Jazir degan hozirgi Furat daryosi Iroqdagi, shu atrofdagi rayonlarda. Şu anın dağınık imamı hadisshunos Abu Ja'far Abdullah ibn Muhammad al-Harrani. Harran hozirgi Suriyada Sham ziminda. Harran degan yerda. Bu kishi İmam Malikni o'qigan. İmam Malik ibn Anas'da, Sufyan ibn Uyaynada, Abdullah ibn Mubarakda qatorliq kishilarda. Endi ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida, ayni vaqtida nayt yaxshi, go'zal baholarni bergan. Meslen elip etsaq İmam Ebu Davud onun bir kitabını görüp bakmagan. Hadis sözlep berse özüne kallası yadlagan hadisler sözlep beretti. Dep şundaq degan. Hem de İmam Ahmed mu nayt hadis igisi degan bahoni berganda, bu nayt büyük baha bu kishilarga berilgan. Bir qism ulamalar nayt emin bo'lgan ishonchlik Ibn Nufayl so'zlab berdi deb banda rivoyat qilgan. Demak bu kishi shu davrdagi hadisshunoslarniki nayt yaxshi bahosiga erishgan, 234-yil o'lib ketgan. Yana bir büyük allama Abu Bakr ibn Abi Shayba nomi bilan mashhur bo'lgan Abdullah ibn Muhammad degan kishi. Bu kishi hijriy 235-yili o'lib ketgan. Sayyidul Huffaz, hafizlarning mavlisi nomi bilan mashhur. Aynı davrdagi nayt büyük hadisshunos imomlarniki biri. Musannaf Abi Shayba nomli bir kitob bor. Shu kitobninki avtori mush kishi bo'ladi. Bu kitobga mesela bizning Uyg'ur ulamalarimizdan doktor Ataullah Shahyar bu kitob to'g'riliq magistrlik maqolasini mush kitob haqida yozgan. Bu nayt büyük hadis kitoblariniki bir islom tarixidagi. Ulamalar bu kishiga nayt ishonchlik degandek baholarni berib kelgan. Ailesinden tatip, çoğu dadisi çoğu bollardan tatip, hadis ilme hizmet kılgan büyük allameler bular. Bu kişininki tanıtış kurdaşlarıdır mesela İshaq ibn Rahavi, Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn Medini qatarlıqlar mesela. Bu ismi yaşta tuğulaşmış, hebiz kuvvet emişti, beraber devirde yaşayanlar. Bu kişinin ustazlarından büyüklerden mesela Abdullah ibn Mubarak, Sufyan ibn Uyeyne, Vaki ibn Cerrah, Yahya ibn Sa'id al-Qattan qatarlıq kişilerdir. İmam Buxoriy, İmam Muslim, Ebu Davud, İbn Mace muşula bu adamdaki bivasite
şagirdler bo'ldi. Hatto Imom Ahmadning bir qism hadislarni bu kishiden rivoyat qilganligi hadis kitoblarida xotirlanib qolgan. Özün bir oksi vakiyada Osman deydigan, Osman ibn Abi Shayba nomi bilan mashhur bo'lgan. Ikkilisi muhaddiskan bir-biridan. Ulamalar shu silishtirib baho berishayotgan mushularga. Mush Abu Bakr mush oksi yoki inisi Osmondan Bakrak rostchil degandek baholarga erishgan. Eng muhimi bu odam to'g'riliq berilgan baholar bir-biridan sarxil. Bo'ldi mush rostchil ishonchlik daha degan baho bizga yetarli ekan-da. Yana birisi bu odamniki oksi ya inisi Osman ibn Abi Shayba degan kishi. Bu kishimi o'ziniki oksiga o'xshash, Abu Bakrga o'xshash katta muhaddislardan bo'ladi. Ayni vaqtdagi shu oksi bilan birga Sufyan ibn Uyayna, Abdullah ibn Mubarak qatorliq hadis olimlarda o'qigan. Bu kishining shogirdimi Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Davud, Ibn Majah qatorliq Baqiyat ibn Muhallad deydigan ispaniyalik bir muhaddis bo'lgan mashhur. Imom Ahmadning shogirdi. Mushularmi bu odamning shogird bo'ladi. Ulamalar baho bergan vaqtida, mesela Imom Ahmad bunga nihoyat yaxshi baholarni berib, faqat uni yaxshi deb bilmaydi degan bo'lsa, Yahya ibn Ma'in shenjilik, xotirjam bo'ladigan ma'mun odam deb shunaq baholarni bergan. Undaqda shaksiz bu odam shu davrdagi nihoyat puxta bo'lgan hafiz muhaddislardan sanaladi. Bu odamning kesel nihoyat kulik chaqchaq bilan mashg'ul bo'lgan tarafim borki, bu tarafini ulamalar bir xil yoqtirmagan. Çünkü hadis ulemalari sel bundan meseleleri çıngırak turdamda. Bu kişi Hicri 239 yılı ölüp kesipti. Hem de o kişiden sel kerek ölüp ketken boz gerek. En muhimi buna ait muhaddisler ailesi. Yani bir büyüklerden hem de Deykul Cin lakımı ile meşhur boğan ismi Abdüssalam ibn Ragban el-Kelbi. Öz Abbasilarının en dağınık Arap şairi buludu. Bu adamı Hicri 236 yıl ölüp ketken. Bu kişi edebiyat sahasida, şiiri sahada nayet ko'zi ko'ringan hamda. Bu kişi Suriyaniki Hamis tarafida shal cho'ng'ilgan hamda Abbasiylar davrida nayet nurg'un ailesi emel tutgan büyük ediplerden. Bu adamdaki hayatı xilma-xil bosqichlarni beshta o'tkazgan debdi. Lekin shu nayet nazuk, hissiyatliq, nayet hayajonliq, muhabbat she'rlarni yozish bilan mashhur bo'lgan Abbasiylar davrida. Bu odam to'g'riliq nurg'un o'xshamaydigan fikri qarashlar bor, masalan bunda teşeyyü yani Şia perestlik batı, bazı dinsizlik batı degandek fikirler bo'lgan. Çünkü bu adam yaş vaqtida o'zining kichik vaqtlarda masjidlarda o'rganib, nurg'un hadis o'rganib qilgan bo'lsa-mu, keyingi o'zining shoirlik tufaylidan muhabbatli she'rlarni yozib, ba'zi aroq bilan mashg'ul bo'lib, keyingi mezgillarda o'zining bayashat turmushini boshdan kechirgan. Çünkü ailesi emel tutgan bir aile ordularda. Çünkü bayashat ailede çoğun bo'lgan ekan, hozir lazzatga bakrak beqinadi. Ham yoshligida nurg'un chaparmanlik bilan mashg'ul deb shunaqa sifatlanibdi. Shu tufaylidan bir xristian qo'shnisiniki qizni yaxshi ko'rib qolib, shuni olgan degandek sifatlar. Qolgan tafsilotni shu adabiyot sahasidan izinib qilsa bo'ldi balla. Yani bir büyük allama Abdülmelik ibn Habib, yani Maliki mezhebinin büyük imamlarından Ebu Mervan namıyla meşhur bo'lgan öz Endolusluq İspaniyalik dini alim Maliki mezhebinin tarqatquchisi 238 yıl ölüp ketken bir büyük allama faqih ustaz. Bu adam özü Endolus'ta yani İspaniyada o'qigan aynı vaqtlarda ki Meşriq tarafga, hozirgi Arab dunyosi Iroq, Hijaz, Muzimillah kelib fiqh ilmi, hadis, lug'atshunoslik, grammatika qatorliq ilmlarda o'qib, İmam Malikning dаңliq shogirdlaridan mesela Abdülmelik Majushunlarda o'qigan bu odam. Keyin mesela Endoluslarga qaytgan. Mesela Baqiy ibn Muhallad degan İmam Ahmadning shogirdi, mush odamning shogirdi bo'ladi. Bu kishi shu arablarniki nasab tarix ilmlari bilan fiqh, lug'at, tibobat ilmi bilan mashhur. Chunki shu sohalarda o'zining kitoblari bor. Ondan başka mesela İspanya'nınki yani Endolus'unki fethisi, Muvatta'nın tefsiri, degandek kitaplar bilan muhaddislar tabaqasi, miras degandek kitaplarımın xili mashhurligi bor. Hem de aynı vaqtdagi Umayyalarning, chunki ma Abbasiylar davlat qurib bo'lgan bo'lsa, Endolus yani Umayyalarning qo'lida uzun mezgil davomlashgan. Umayyalarning shu vaqtdagi amiri Abdurrahman ibn Hakem
Bu adamni şu Qurtubaga akilib, Qurtuba hozirgi Andalusda, şu Barcelona bayatı deyman. Aynı vaqtida bu adamni şu fatvochining eng kattasi qilib belgilabdi o'rnida. Şu davlat muftisi bo'lganda bu adamda. Yama yeri yani tarixdan bu yana işte bir sebep barmı? Ulema ile ulema çıkışamaydigan bir iş bo'ldi ekan. Yahya ibn Yahya al-Laysi degan ulema şu vaqtdagi eng cho'ng mufti İspaniyaning. Bu adamlar ikkisiniki ilm darajasi o'xshash fatvo jihatda. İkisi bir-biridan toza bir xil mijaz chiqishamaydi ekanda, boshqa ish yo'q hamda. Mijaz kelishamaydigan. İkisi bir-biridan toza yaqin o'tmagan deydi. Keyin shu Yahya o'lib ketgandan so'ng Andalusning butunlay ulemolik bosh maqomiga mushadamlar xos qilib qolgan deb. Vallohu a'lam. Endi bu odam o'lib ketgan vaqtida Andalusning ham ulemosi emas, butun dunyoning olimi ulemosi o'lib ketdi degan. İbn Abdulbar o'ziniki Istiyab nomli kitoblarda ko'p hadislarni rivoyat qildigan, hadislarni bek biladigan bir faqih odam o'lib ketdi deb sifatlagan bu odamni. Yani bir büyük kişi Abdülaziz ibn Yahya al-Ghul namıyla meşhur. Ghul degan o'ziniki laqabi bo'ladi. Asli Kinani bu adam. Bu adam Hicriye 240-yilda o'lib ketgan. Şu Mekke, Medine, Hicaz zeminlarida, Bag'dod, Iroqmış davrlarmış şu ravilarda hadis ilmi bilan shug'ullangan. Bu kishi İmam Shafi'ninki shogirdlaridan bo'ladi. Ma'munning huzurida Qur'on maxluq emasmi degan masalada Ma'munning yanidagi ulamolar bilan shu Bashrul Marisi degan kishi bilan munozaraga tushgan bu odam. Bu kishi büyük ulamolarning shogirdi bo'ladi. Masalan, İmam Shafi'ning, Sufyan ibn Uyaynaning, Abdullah ibn Sanani qatorliq muhaddislarniki. Hatta İmam Shafi'i bilan birga Yemengacha birga berib hamrohlab bunda yashaganda. Abbasilarning zamonasida ayni vaqtdagi Ahmad ibn Abi Duvat degan donglik ulamo hamda Qur'on maxluq degan fitnani ko'tarib chiqqan ulamoda shu. Bu palajolab yetib qolgan keyingi mezgilda. Bu odam yo'qlab berib, men seni kesilani yo'qlig'il kelmadim. Sening bir Xudoyim mushtabi qilib qo'yganiga bir Xudoga rahmat aytay deb keldim deb mushtaq qattiq ta'ni gap qilgan bu odam bu yerda. Çünkü bu adam Kur'an maxluq emas degan qarashni yoqlagan, sunnatni qo'g'digan İmam Ahmad kabi büyüklerden. Yana bir bu davrda o'lib ketgan büyüklerden Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri degan gap. Endi Qawarir degan aynakchish degan bo'lgan, aynakchi degan bo'lsa kerak. Hicriye 235-yilda o'lib ketgan. O'zi Bag'dodning ayni vaqtidagi muhaddislardan bo'ladi bu odam. Bu kishi Qur'on maxluq degan masalada Ma'munninki davrida sinoqqa duch kelgan bu odam. Hatta shu vaqtniki valisi Isaq ibn İbrahim degan odam bütün muhaddislarni ordu saroyiga yiqqan. Bularning ichida Ahmad ibn Hanbal bor. Bularni qattiq ogohlantirgan. Agar Qur'onni maxluq deyishmaydigan bo'lsang, chanoyimni o'ltirma, urma degandek-da. Shuninglar bütün asosan ulamolar voy Qur'on maxluq hujam deb chiqetgan. Bularning ichida xil katta ulamolar bor. Lekin to'rt aylan inkor qilib turgan. Bir Ahmad ibn Hanbal, bir Muhammad ibn Nuh, yani biri adriq mushu Qawariri, yani biri Sujada degan kishi. Bularni tömök kishil bilan bog'lab bularni taz azoblagandan keyin aytsa, "Ma Sujada Qur'on maxluq" degan. Chidab bulanmay, buni qo'yib bergan. Qolgan uchaylar Qawariri, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Nuh hammasi o'z javobida qilib qolgan. Lekin yana jazolab, bog'lab qilganingizda Qavaririm chidayolmay bu odam yani Qur'on maxluq degan qarashni nurg'un azoblardan keyin Qur'on maxluq degan. Yani buning kishandan bo'shtib qo'yib bergan. Demak, jiq fitnalarni beshida o'tkazgan. Bu kishining ustozlari munoyati bir-biridan sarxil, ammo shogirdlarimi bir-biridan ajoyib sarxil. Masalan, İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abu Davud, Baqi ibn Muhallat qatorliq shu donglik hadis olimlari mushadamniki shogirdlar bo'ladi. Ulamolar bu kishiga ishonchlik, rostchil, mazmut degandek baholarni berib kelgan hamda.
Yani bir büyük allame Hicri 234 yıl ölüp ketken Ali ibn Medini degan kishi. Kunyasi Ebul Hasan esli Ali ibn Abdullah al-Medini. Çünkü bu adam o'zi Madinlik bo'lg'achqa tiga kelib chiqishi, shu Madina degan. Bu İmam Buxoriyning eng büyük xos ustozlaridan. Hadis ilmida eng danglik büyük bu adam. O'zi Basrda yashagan, Basrda cho'ng bo'lgan. Chunki oilasiniki tiga kelib chiqishi Madinadan bo'lg'achqa ular şu Medine deb mush nom bilan mashhur bo'lib qolgan. Bu adamning shogirdlari mesela Abu Davud, İmam Buxoriy qatorliq kishilar, Ahmad ibn Hanbal mesela, Osman ibn Abi Shayba qatorliq muhaddislar bu adamning shogirdlari bo'ladi. İmam Buxoriy o'zini sifatlab kelib, men o'zimni hech qanday ulamoning huzurida o'zimni to'van ko'rib boqmadim deydi. Ilmda faqat mush Ali ibn Madinaning huzurida nayt o'zim kichiklab qolaman deydi. İmam Abu Davud bo'lsa deydi, Ali ibn Madini Ahmad ibn Hanbaldan mı bekrak hadisninki bir-biriga zidlik taraflarini nayt yaxshi biladigan büyük ulamalardan idi deydi. Ulamalarning bu hadisi nayt bir-biridan sarxil turdi bu yerda. Masalan, islom tarixida mashhur bir gap bor. Murtadlar vaqasida Abu Bakr Siddiq Kur'an məxluq fitnesinde Ahmed ibn Hanbal dinni aziz qilgan degan gap. Mush gapning digichisi Ali ibn Medine. Çünkü Ali ibn Medine mi bu meselede ötemmiga ulamalar qatardan. Kur'an məxluq deb qo'yib, qalbida boshqa narsani yo'shirib ketgan qutulganda, İmam Malik'dan tatib. Yani bir büyüklerden Muhammed ibn Abdullah ibn Numayr el-Hamdani, Ebu Abdurrahman kunyasıyla meşhur. Bu mu kişi bu kişi zat mı? Aynı vaxtdaki hadis ulamalarınınki biri. Ehli sünnet vel cemaatinin alimi hesaplandı. Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn Medine'ninki Medine'nin tanıtışlarıdır. Şu devirdeki büyükler bir-birden. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh İslam'ın şeyhi, hüccet, hafiz degandek bahalarını berişlen birge. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh İmam Ahmed'ninki bu kişinin ait bek hürmet qilganligini qayd qilgan. Hatta İmam Ahmed Irak'ның mervayeti Sedipi deb sifatlagan bu adamni. O'zini taqvo, puxta hafizlardan. Ko'pida bundaq bir odam ko'rilmagan deb sifatlanibdi ulamalar tarafidan. Ishonchli hadis olimlariniki biri bo'ladi bu odam. Shogirdlari İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abu Davud, Ibn Majah, Tirmizi, Nasai, Baqi ibn Muhallat, bütün İslam dünyasının Şərq və Qərbdəki hadis ulamalarının ustazı sanılıbdı bu adam. Yani bir büyük şu devirdeki bu hadis obzorchiligida en büyük ulama imam deb sanalgan muhaddislarning ustazi, ahli hadislarning en çok pirlaridan Yahya ibn Ma'in degan kishi. Hicri 158 tug'ilgan bu adam o'zi. İmam Ahmed bilan tanitish qurdoshlardan bo'ladi. Bag'dodda yashagan masalan şu. Aynı devirdeki mesela Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn Medine, Ebu Bekir ibn Abi Shayba, Ebu Haysime İshaq ibn Rahavi qatorliq ulamalar bilan bir davrda yashagan. Bulardan sal hiç cho'ng raqamda. Bunun fazilatini mush ulamalar e'tirof qilgan. Shu zamonisining mesela Ahmed ibn Hanbalga o'xshash qatorliq buyuklarning amrolari, do'stlari hisoblanadi. Ahmed ibn Hanbalning so'rida davomli shu dars o'qigan. Ahmed ibn Hanbalning nurg'un ilmlarini o'rgangan. Bularmi shu hadis obzorchiligida, hadis raviylarning tarjimalarını bilishda nom qozongan. Zahid taqvo zahidlardan bo'ladi. Bu adamning 233-yilda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Yana bir büyük allama Abu Zakariya Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr el-Mahzumi degan kishi. Hijriy 231 o'lib ketgan. Bu kishi ayni vaqtdagi katta hadis ulamalarining biri bo'lib, Misrning ayni vaqtdagi qoziligini qilgan. Çünkü bu qazi ilmida, sot ilmida en dağınıq büyük faqih sanıldı. İmam Zahabi bu kişi baha bergan vaqtida muhaddis imam, rastgil hafiz degan. Hatta bunun ilmi nayt mol, hadisni, tarixni, fatvani nayt yaxshi biladigan adam. Çünkü bu adam aynı vaqtida Lays ibn Sa'd bilan qo'shnilab yashagan ekan. Ikkisi katta ulamo hamda. Lays ibn Sa'd'mi bekrak mazmut idi ilmda deb sifatlangan.
Hatta Leys ibn Sa'd bilmeydiğen bilimlerini bildiğen ulemalar deb sifatlangan. Lekin İmam Nesai zayıfroq, ojizroq debdi. Ba'zilar masalan shenjilik debdi. Hatta İmam Nesai'mi bir qitim zayıf, bir qitim shenjilik debdi. Avvaldan qaragan vaqtida buningda sal taraddud bo'lgan bo'lishi mumkin. Eng muhimi bu odamni bir qism ulamalar shenjilik deb sifatlagan. İmam Malik'ninki şagird bo'ladi. İmam Malik'te Muvatta'ni necha qitim, hatta Leys ibn Sa'd'ni necha qitim anglagan bu odam. Şagirdler bir-biridan sarxil. Mesela İmam Buxoriy şagird bo'ladi ayna. Yani bir büyükümüz Ebu Muhammed Yahya ibn Yahya ibn Kesir el-Leysi Hicri 234 ölüp ketken. Bu kişi Endulus, hazır İspanya'nın dağınlık imam fakihlerden buludu. Muvatta'ni, İmam Malik'nin Muvatta namlık en birinci kıtım depterge yazılgan meşhur hadis kitabı bilen burun tonuşkan adam bu. Şu hadis kitabını meyli meşrik, meyli mağribnin aynı vaxtdaki ulemaları muş adamның rivayetini kabul kıygan. Endolus'taki öz zamanıdaki Maliki mezhepten çok peşvalardan sanılırdı bu adam. Özü berberlerden. Berberler hazır Algeriya, Cezayir'de berber kabilesi deyimiz. En dağınık topçu Fransiyadaki Zeydan degen kişi muş berberlerden buludu. İmam Malik'nin Muvatta namlı kitabını Ziyad ibn Abdurrahman el-Lahmid'in bu adam okup Endolus'un muş kitabını şu adam ekirgen. Keyinki mezgillerde 28-ga vakti muş meşrikka, muş otur şerik kilip İmam Malik'nin kışıda turup Muvatta'nı qaytadan anlap Leys ibn Sa'd'in Mısır'da ügünüp ahırda Endolus qaytıp Endolus'tan büyük uleması aylangan bu adam. Hatta Endolus'ta tuncu bulap Maliki mezhepni en keng türde taqatqa adam şu. Marrakeş'nin, Maghribul Arabi'nin bugünkünde Maliki mezhep buluşunun sebebi ne dese muş ulemalarınki güçlük bunun da rolü var. Hazır kadar Maliki mezhepni asas kıldı Maghrib taraf. Mesela Algeriya, Moritaniya bulap mesela. Tunis müsterepler. Hatta bu adam şu aynı devirdeki Endoluslarınki, şu Beni Umeyya'nınki emirlerininki şenlislik erişip bu duası icabet adam da parlattı. Her kanda bir jutka bir qazi tayinlemek olsa muş adamın mesleğini amma tayinlemeydi. Demek şu emirlerinin mi peşini çulurun tutalgan büyük ulema değil mi? Bu kişininki kabirsi hazırki Kurtebe'de 234 yıl ölüp ketken. Kurtebe hazırki İspanya'da. Yani bir büyük ulema Yusuf el-Azraq el-Muqri aynı vaxtdaki dağınlık qari Hicri 240 yıl ölüp ketken. Bu qiraat ilmideki Vareş degan kişininki qiraati muş adamdan taqilgan. Çünkü Mısır'da muş adamni özün xalp qilib qo'ygan bu adam aynı vaxtida Vareş. Beşir ibn Velid degan kişi bu kişi Hicri 238 yıl ölüp ketken. Irak'ın aynı vaxtdaki muhaddis, allame, qazilerden buludu. Hanefi mezhepte özü. Çünkü muş vaqtlarda Hanefi mezhep nihayet bek keng taralgan. Bağdat'ın hakimiyetininki baş muftilerimi asasen Hanefilerden terkip topgan. Bu kişi Kur'an mahluk emas degan sebeplik solap qo'yilgan türmege iliniganda, o'zi solap qo'ygan ekan. İşkini bakıdığan talaq qilib qo'ymay, muhtasim başta qilgan, keyin mutevekkilning davrida bu adamni azat qilgan deyildi. Allah rahmet qilsin mush buyuklarga, o'zining e'tiqodini qo'g'dab, o'zining qalbini qo'g'dab yashagan mush buyuklarga. Lekin mayada Maliki deb qo'yibdi, lekin balki mazhabniki o'zgartganmi, vallohu a'lam. Yana bir büyük meşhur zat İbn Abi Duat İmam Suyuti rahmetullahi aleyh Allah rahmet kılmasın bu iştiqa debdi bu kitapta. Bu kişinin asli ismi Ahmed ibn Abi Duat. Nabiyle meşhur. Özü Araplardan buludu. Dadisilenmiş küçük vaxtıda Kanseri nazik İrdaniya, Şam tarafı yaşayan bula. Keyin dadisilen Irak kelip, Irak'ta ilim ügünüp, fıkhi ilmidan ayeti közü görüngen. İlmi kalamını ügengen şu mezgillerde. Vasil ibn Ata'nın şagirdi bolgan.
Şu sebepten bu adam Mu'tazili aqidasi bilan yashab qolgan. Bu Mu'tazila firqasidagi dаңliq shu vaqtdagi qozi ayni vaqtida. Ma'mun, Mu'tasim, Vasiq, Mutawakkil qatorli xalifalar bilan davrdosh, mushular bilan jiq munosabat o'rnatgan. Shu munosabatdan bu adam Qur'on maxluq degan fitnani xalifalarning oq jihatning kuch berish asosida islom dunyosida keng umumlashtirish uchun ko'p tirishgan. Hatta xalifalarni mush fikrni qabul qildirib bu adam nurg'un ulamolarga zulm solgan. Oxirgi mezgillarda Bag'dodda palaj bo'lib, palajlik holatida o'lib ketgan. Bu nayt munozirga usta bo'lg'achqa Ma'munning davriga kelgan vaqtida Ma'mun buningki nayt munozirga ustunligi, aqlning o'tkirligi, logikasi, mantiqining nayt yaxshiligidan qasrga akirib, shu Ma'mun o'zining bolalarini tarbiyalaydiganga ustoz qilib olgan. Mu'tasim buning qo'lida o'qigan. Mu'tasim xalifa bo'lgan vaqtida shu ustozning ta'sirida har qanday ishni ustozga maslahat solmay qilmaydigan bo'lib ketgan Mu'tasim billah. Shuni Mu'tasimning davrida Qur'on maxluq fitnasi eng voyaga yetgan kuchiga. Hatta Mu'tasim xalifa bo'lganda buni qozilar qozisi degan nomni berib, buyuk qozilik unvonini bergan. Hatta Vasiqning davrida mush unvon bilan yashagan. Vasiq Mu'tasimning davrida mush xalifaning shu aqlni bu odam biz qo'lga ilib olgan odam bu. Ammo bu odamniki yaxshi tarafi Şeyh Mert kende. Hem de o çoğun qazi olğandan keyin onunki xalifadan berdigan tartuqlamjıq buludu. Özüň ulamalariga, şagirdlariga, özüň yarallarga, ilim ählileriga amay, talmay tartuqlap turdigan muşda adamki. Hatta bir qitim muş adam ağırıp qalganda Mu'tasim billah yoqlap жүрüp, muş adamning nomidan 10.000 dinar, 10.000 misqal oltin mağı. Şunu sadaqat qilma, Allah şifalık berse deb nazr qilgan. Ahmad ibn Abi Duad bu pulni shu ishga yaram Makka Madinadagi faqirlarga berslar deb yo'l ko'rsatgan. Mushunchilik sahimartkanda agar Qur'onni maxluq degan fitnini, fikrini taqatmagan bo'lsa, butun odam bu odamni maqtaydi dedi. Chunki buningdek mardni ko'rib boqmagan. Üznayet edeplik, ilmi mol. Çünkü bu üç halifini Ma'mun, Mu'tasim, Vasiqni Kur'an maxluq degan fikirga egilib, İslam dünyasının itiqadini üstün qilib etgan bu adam. Amerika keyingi oxirgi hayotini aytdi. G'arb holatda dunyodan ayrilgan. Chunki mutawakkil davrda Mu'tazilaning ayati ko'p. Yaraqlashtirgan o'rnidan. Yana bir şu davrdagi büyük meşhurlardan Ebul Huzeyl el-Allab degan kishi, ismi Hamdan ibn Huzeyl. Bu kishimi Mu'tazila firqasining shu vaqtdagi eng dаңliq. Mu'tazila firqasining ichida Huzeyliya toifasi deydigan bir firqaninki imom bo'lgan ekan. Bu mu shu Vasil ibn Ataninki navr shagirdi bo'ladi undaqda. Mesela ilmi kalamçılar içinde usul fıkıh kitaplarda İbrahim Nezzam deydigan bir kişi var. Muşun şagird oludu. Bu felsefe kitapları bilen ait köp meşgul bolgan bu adam. Munazir ilmine ait meşhur. Öz devrinin yegane alimlerden aynı vaqtida. Şu devirde mecusiler, dağınık butperestler, başka dinninki ilmi kalamçıları bilen ait köp munazirlarni qilgan. Bunun qo'lida 3000 adam musulmon bo'lgan deyildi. Shundaq bo'lsa-mu, lekin bu adam Mu'tazila firqasida bo'lg'achqa ulamolarniki bir qism tanqidlarga uchragan. Bu kishi Hijriy 235-yilda o'lib ketibdi. Bu adamniki yozib qoldigan kitoblarni bir-biridan xil, sarxil kitoblar yozilibdi bu adamniki. Hamma pallada degidek asosan kitoblar bor ekan. Ham Jaloliddin Suyuti Ozg'ullarning beshi peshvosi deb sifatlagan ekan bu odamni. Yana bir Mu'tazilaninki cho'ng kattalaridan Ja'far ibn Harb degan kishi.
Bu kişi Hicriye 236'da miladiye 850 ölüp ketken. Cafer ibn Harbil Hamdani. Bu mu Bağdat'taki Mu'tezile'ninki aynı vaxtdaki piri. Muş ilimde başkalar ülgü boğudak adam. Hatta emeldim şundaq, nəhayət emelini yaxşı qılırğan. Bu zayitlikda, ilim mərifətdə Cafer başqalarının ülgüsü misal qılıb göstərildək dərəcədəki ulama ekan. Öz şundaq bolsunmu? İlmi kalamçı, zahid, muşo bayatın gepini qilgan Ebu Huzeyl'de Basir'de ilmi kalam o'qigan. Nurg'un mesela şu ilmi kalamçılarda ders o'qib qilgan ondan başqa. Bu adamdaki zahidliğimi bir-birinden qilishmaqdak büyük da başqalarga ulgu bo'lg'adak. Mesela özünün dadısı aynı vaxtdaki padişahlarınki yakın dostları denkende nurg'un mal dünya qapib ketgan dadisidan. Aş mal dünyanın hemmini almagan gap miras siptide. Bu dadam bu ulama bo'lgan bilan, boy bo'lgan bilan bu xalifelerle yakın turup sultanның malları bu deb şu derecede ayta taqva zahid o'tgan. Mavo başqa narsada taqvoliqdimi bunda ko'zi ko'rinmaydi. Ama haqiqiy taqvoliq zahidlikda ko'rindi juma. Mal dunyodan kechalisa haqiqiy, buni haqiqiy zahid bo'lgan bo'ladi. Taqvo bo'lgan bo'ladi. Hatta buniki zahidligidan bir qitim shu Vasiqniki xalifaning huzurida bir munodir so'ringa qatnashibdi. Namoz vaqti bo'lib qolgandan keyin Vasiq namoz o'qib bersa, bu odam o'tgan silaytib ayrim namoz o'qigan deydi. Chunki Vasiqning xalifini bu namoz o'qib imom bo'lishga yaramaydi deb qaragan bu odam. Mana mush kishining taqvoligi, zoidligi Mu'tazili aqidasining fikrining taqilishi sabab bo'lgan. Chunki u ko'zi ko'ringan taqvo zoidda yana bir ilmi kalamchilardan Ibn Kullab, ya'ni Muhammad Abdullah ibn Said al-Kullab Ebu Muhammad degan kishi o'zi Basirda o'tgan ahli sunniy va jamoa firqasiga büyük ulamalardan o'zi ilmi kalam bilan mashg'ul bo'lgan o'z zamonasida Basirda. Chunki Mu'tazilaga shu ilmi kalam orqali raddiya berdi bular. Davud ibn Ali Zahiri degan keyingi Zahiri mazhabning ulamasi mushadamdan ilmi kalam o'rgangan ayni vaqtida. Mesela İslam firqalarida Kullabiya deydigan bir firqa var. Şu firqa mushadamniki firqalardan bo'ladi. Bu adamdan 241-yil atrofida o'lib ketganligi xotirlangan. Mesela hozirgi keyingi mushu e'tiqodiy firqalardan mesela Maturidi firqasi bilan Abul Hasan al-Ash'ari firqasi aqidadagi. Bu ikki mazhabning asosi mush Kullabiya aqidasi asosida vujudga kelgan keyingi mezgillarda. Yana bir büyüklerden Yahya ibn Aksam at-Tamimi degan kishi Hijriya 242-yil o'lib ketgan. Bu kishi dağınıq muhaddis, o'zi imom faqihlardan Basirning qozilar qozisi bo'ladi. O'zi tabi'illardan, ayni davrdagi ilm ahllaridan. Bu odam o'zining xalifa Ma'mun bilan yaqin munosabat o'rnatgan. Şu asasda nurg'un shiyalarga qarshi chiqqan. Hatta Mu'tazilaga Qur'on maxluq degan qarashqimi dastlabki vaqtda bu odam qarshi turgan bu odam. Shunlashqa o'zining dushmanlari bu odamni fosiq, yolg'onchi deb hatta bu odamni aroq ichdi, nachar jinsiy ishlarni qiladi deb masalan ayni vaqtida bu odamni ko'p tuhmatlarni qilgan. Bu kishi Abdullah ibn Muborak Sufyan ibn Uyaynaniki shogirdlaridan bo'ladi. Tirmizi, Buxoriy, Abu Hatim qatorliq kishilar mush odamning shogirdi hamda. Boshqa sunniy ulamolar baho bergan vaqtida ilm ma'rifatlik, munoziraga usta, zohid, hadis obzorchiligini yaxshi biladigan, rostchil, ishonchlik ulamo degan sifatlarni berib kelgan bu odamga. Yana bir büyüklerden Harisul Muhasibi degan kishi. İsmi Haris ibn Asad ibn Abdullah al-Anazi. Abu Abdullah Muhasibi laqabi bilan mashhur. Nimishqa deganda davomliq o'zini hisob kitob qilib turgan odam. O'zining nafsidan hisob qilib turgan odam. Ayni davrdagi danglik zoidlardan.
Bu kişi şu Sopuladın buludu aynı devirdeki İslam tarihindeki büyük Hicriye 3. əsrdeki ait meşhur Zahid Sopuladın buludu bu adam. Bu adamniki ait Zahidlar mezhebide özü has tutkan yolları var. Bu adamniki ait meşhur kitapları var. Hazır İslam dünyasında köp taralgan bu adamın kitapları. Bu adamın ait takva zahidlikinden bu adamın okuşu yok deb sübetlengen. Hatta dadısına ait nurgun mal dünya kaldırıp ketken de bu adamdı. Bu adam için. Bu mal dünyanın hemen ammıgan. Bu Cüneyd-i Bağdadi'nin sözü. Çünkü sebep ne mi dese? Dadisi vakifi iken, vakifi degan gap Kur'an'ni mahluk mu demeydigan, mahluk emes mi demeydigan. Şirkim ideyadaki kişilerken de şunun için bu dadısınınki mirasını kabul kılmagan bu adam. Olmuş kaldığan malın yaman çıkmalken olmuşsa. Birak İmam Ahmed bin Hanbel bu adamga azrak ilmi kalam bilen şog'ullangaçqa tası yaqtırıp ketmeyken bu jihatda kitaplarını. Şoň bir kişilerni bu adam bilen köp ilim öğrenmesine targ'ib qilish kerak. Lekin şu devirdeki büyüklerden sanıldı o. Bu adamның nurgun kitapları var. 200 eseri yazganlığı hatırlanıptı. 243-yılı ölüp ketken. Yani bir İmam Şafii'ninki şagirdlerinden Hermelet ibn Yahya Ebu Abdullah degan kişi Hicriye 243-yılı miladiye 858 yılı ölüp ketken. Mısır'daki vaqtida İmam Şafii'ninki yeni nazariyelerini rivayet kılgan, şunu hatırlayan adam. Aynı vaqtdaki ait hürmet sazavar büyük imamlardan buludu. İmam Müslim rahmetullahi aleyh bu kişiden ait köp hadislerini rivayet kılganlığı hatırlayan. Şunun için İmam Şafii'ninki ait közü görüngen özünki şagirdlerden buludu. Nurgun meselelerde özünün has karaşlarım var. Ondan başka. Bu adamdaki Muhtasar Hermile degan bir kitabı var. Bu şu İmam Şafii özünün ustazdinki mezhebini, sözlerini, qarashlarini redlep chiqqan. Bu kitaplı meşhur. İbn Sekkit degan kishi bu davrda o'lib ketgan bo'lib, Hijriy 844, milodiy 858 da o'lib ketgan. Arab tilshunosligining, Arab til grammatikasining meşhur adibi, imomi sanaladi. Sel Şia Purakba deb shunaq deyilgan bu adamni. Bu İslahul Mantiq namli bir kitabı var. Şu kitap bilen meşhur da bu adam aynı vaqtida. Dadısımın ayeti edebiyat bilen şog'ullangan adam bo'lg'achqa, bu o'g'limi İbn Sektim'in ayeti şu jihatda ko'zi ko'ringan aynı vaqtida. Hamda mutawakkil aynı vaqtida o'zining ikki bolasi Mu'tazila muayyatni tarbiyalashga bergan. Tarbiyalashga bergan vaqtida buning ayet yaxshi qarab o'rgatgan. Bir kuz Mu'tazila muayyat qarab turib, o'g'lim nima? O'g'lim yaxshimi yoki Alining Hasan Husayn yaxshimi degan vaqtida bu adam o'zining nemisi vijdon g'ururiga olgan gapda imoniga. Qambar elg'u Hasan Husayn ekan, Alining bir xizmatchisi va Qambar ismli. Shu bundan yaxshi degan vaqtida turklarga buyurib, qo'sqiq desep o'tkazib etgan. Bu başta bu öttüğü bu adamın tarihi. Bu Hicri 244'te bo'lgan vaqa bu. Hatta tilni so'g'irib olganmi deyildi. Shuning uchun bundan Şia Purakba degan bo'lishi mumkin. Ayni vaqtdagi o'lim hali. Yana bir büyük allomalardan Ahmad ibn Mani' degan kishi, bu kishi Hicri 244 o'lib ketgan. O'zini aytdi muhaddis Masanidul Ashara nomli bir kitobninki avtori. O'zi Turkmanistonning hozirgi Marvidan bo'ladi. Bu Musnad nomli kitobini İslam dünyasının nurgun şehirlerden aylanıp yazgan bu adam. Hazırki mesela meşhur 6 hadis kitaplarınınki hemmisi bu adamın şagird buludu. Lekin İmam Buxoriy vasitlik holat rivoyat qilgan deyilibdi, anlaymi? Hamda ulamalar bu kishi baho bergan vaqtida ishonchlik kerak yo'q, chataq yo'q degandek baholarni yag'dirib o'tgan. Yana bir büyük allama Zunnunul Misri ismi Savban ibn İbrahim degan kishi. Hijriy 3. asrdagi dаңliq faqih muhaddislardan o'zi Misrda 245-yil o'lib ketgan, milodiy 859 bo'ladi bu adam.
öz devrinin yegane zahitlerden, alimlerden, hal ilminin peşvalardan boladı. Şu devirdeki ulemalar bunu zindiq deb chaqqan bolsa-mı, xalifa mutavekkilning huzuriga kelgan vaqtida mutavekkil ta'sirlangan buni. İzzet ikram bilan Misrga qaytgan bu odamni. Ta'sirlanib yig'lagan xalifa. Bu kishiniki mashhur so'zlardan avamning tövbesi günahdan tövbe qiladi. Xas adamlarning, ya'ni ulamalarning tövbesi g'aflatdan bu tövbe qilish kerak degan. Abu Turab Naqshbandi degan kishi ismi Askar ibn Husayn degan bo'ladi. Bu kishi ayni vaqtdagi shu sunniy ulamalardan bo'lib, tasavvuf peshvolaridan sanaladi. Ayni vaqtida Xurosonda yashagan, o'z taqvolik, ilm ma'rifatlik, zohid, tavakkulchi odam. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu odamni sifatlab, bu bilgilik imom deb o'zinki shu vaqtida bir xonaqolari, saroylari bo'lish kerak, bir toifaning shayxi degan. Shu o'ziga doirdagi toifa bo'lish kerak. Bu odam masalan shu Naqshab hozirgi nimada? Balaxning atrofi, ya'ni shu O'zbekiston tarafliga, Turkmaniston tarafiga to'g'ri kelarmi? Bu odam shu haj yo'lda, haj safarda o'lib ketgan. Çünkü uzuq tulukidan ayrılıp qolib, yırtqich hayvonlar chaynab yeyotgan bu odam. Hijra 245-yili. Alloh rahmat qilsin. Bu odamning ustozlari naytibak sarxil. Bu odamning hikmatli so'zlaridan eng ulug' qalb qaysi desa, Allohni tonish bilan jallangan nurliq qalb deb sifat bor. Arif degan qanday bo'ladi desa, Arif degan hech narsa bu odamning mijozini yoki dilini, qalbini buzolmaydigan, har qanday narsada bir xil huzur, soflik his qiladigan odamni Arif deymiz degan. Abu Umar Habs ibn Umar ad-Davri degan kishi, bu kishi ayni vaqtdagi o'zi ama qarilardan bo'ladi. Kisai Abi Amr degan dağlıq 10 xil qiraatniki olimlarning qiraatini mushadam sanatlik rivoyat qilgan. O'zining ishonchlik puxta. Bu odamniki kitoblaridan Qur'onniki ma'nisi va labzi o'xshash kelgan labzlar degan haqida kitoblari bor. Payg'ambarimizning Qiroati nomli kitobini mushadam yozib chiqqan. Hijriya 246-yilda o'lib ketgan dağlıq qarilardan. Yana bir buyuklardan Di'bal degan shoir, Di'bal al-Xuzai deymiz, Abu Ali namıyla meşhur. Abbasilarning ayni vaqtdagi nihoyatda dağlıq meşhur adiblardan bo'ladi. Hem shundaqla bu Abbasi xalifalarining nihoyatda ochiq, lazdek gaplari bilan hajvi qilgan. Bu odamni Ali ibn Abu Talib tarafdori deb shiyalik puroqi bilan sifatlagan. Bu kishiniki ota-bobolari shu payg'ambarimizdagi zamonida amal tutgan Rasulullohning nihoyat buyuk sahobalari Yemenga avatilgan. Keyingi bobolari masalan Hazrati Osmonning, Hazrati Alininki davrlarida amal tutgan buyuklardan bo'ladi. Oilasining kelib chiqishi nihoyat yaxshi. O'zini nihoyat kulib chaqchaqlab o'tgan odam bo'lg'achqa Di'bal deb sifatlagan ayni vaqtida. Bu kishiningki o'sha adabiyot, she'riyat sohasida buningki ta'siri nihoyatda Abbasiylar davrida avj olgan. Hozirga qadar nurg'un she'rlari adabiyotchilarniki tadqiqot temisi bo'lib kelyapti. O'zi shu jamiyatdagi yomon qilmishlarni, xalifalarni qo'rqmay, botirlarcha jasorat bilan hajvi qilg'achqa, keyingi mezgillarda bir hajvi qilgan bir odam bu odamga shu pichoq tiqib o'tirayotgan. Oxiri mashtoq o'lib ketgan. Yani bir kishi Abu Osman al-Mazini, Bekir ibn Muhammad Mazini nomi bilan mashhur bo'lgan. Hijriya 247-yilda o'lib ketibdi. Basradagi dağlıq ilmi kalamchi, grammatikunshunos, o'z davrining mashhur buyuk ulamosi sanaladi. Nahv ilmida Basariya maktabining 6-tabaqasi bo'ladi bu odam. Bu sarf ilmida nihoyat mashhur ayni vaqtida. Chunki sarf ilmida eng xos tunji bo'lib kitob yozgan mustaqil fikrlik ulamo
Bu davrda ölüp ketken ulamalar nayeti köp muşinçilik yazdık, muşinçilik okuduk, muşinçilik düşendirdik deydi Jalal Soyut'ta. Ondan başkalarımın nayeti zor. En yamallarını yazıp çıktık deydi. Şunda kılıp biz Abbasilarning 10. sultanı Mutavekkil Alallah'nınki hayatını bugün tanışıp çıktık. Bu da dersimiz Abbasilarning 11. halifasininki tarixida devam ediyor. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.